yosh guruhiga, alohida va beshta bolaga nega omad tilayman institutga kirishlariga. Gapiga qo'shilamiz, gaplarni. Ko'p narsa hal qiladi aka. Hamma kursdoshlarga omad tilayman, xudo xohlasa ishlariga kirib ketishlar aka. Ana aksiya qilib. 3 ofitsatli bor mana. Ko'rib olaman. Babichkalar. O'zimiz alohida gaplashdik. Siz gaplashdingizmi? O'rtamda turinglar, sizlarga atalaga gaplashdim. Buni mutlaq. Mana shu 3 ta ofitsant o'rtog'imga tabriklayman. Kelajagingiz kirib ketsin. 3 ta ofitsant gapiraversin. Paxta ro'ygetdi. Mana babishlarni omad siz bersan, hammaligi baxt, omad, bundan keyin ishinglar hammalar zo'r bo'lsin. O'rtog'im gapiga qo'shilaman. Bolaga baraka, yo'g'iga harakat qilib yashayver. Hammalarni boringizni Qarang yig'ishtiraylik-da, muttaqalik bo'ladi. Bo'ldi? Ha, serozli tarixida unutilmas zarhal harflar bilan 2013-yilda mana shu dargohga ilk qadamini qo'ygan o'quvchilarimiz shu dargohni tark etmoqda. Bizni yuragimiz bir parchasini uzib ketyapti desak xato qilmaymiz. Chunki biz xalq o'rnini, mehnatimizni, kuch-quvvatimizni mana shu o'quvchilarimizga go'yoki bor bir niholni parvarish qilganday parvarish qilib mehnatimizni singdirib hozirgi kunda ozmi ko'pmi xalqimizga xizmat qiladigan mutaxassis qilib yetishtirdik. Katta hayot yo'liga qadam qo'yilyapti. Bu yo'l har bir o'quvchimizga qulay bo'lishini xohlaymiz. Bu yo'lda ular hech qachon qoqilmay, surilmay, o'z maqsadlari tomon yetishlarini xohlaymiz. Ustoz sifatida ularga orqali berar ekanmiz. Hamisha yuzlari yorug' yurish, topganlariga hamisha
barakatli yetsin. Hamisha bizning nomimizni hamisha ko'klarga ko'tarib, ular orqasida biz ham boshlarimizni baland ko'tarib yurishni nasib etsin. Hammasiga ona yurtiga kuchlariga muvaffaqiyat tilaymiz. Hayotimiz o'rinlarida yaxshi ishlarga joylashib olishlarini chin dildan sifatida tilaymiz. Bizni bergan savollarimizdan foydalangan holatda biz nazariy bilim bergan bo'lsak, o'sha o'z ishlarini boshini topsin deymiz. Hammalariga omad yor bo'lsin. Talabalarimizga yuksak parvozlar qayerda borishsa, qayerda ishlashmasa, bu yangi ijtimoiy iqtisodiyot talabasi degan nomni eshitsak, o'shandan g'ururlansak, shu bizga o'quvchilarni bo'lgan rahmati, hurmati deb bilamiz. Tanlagan yo'llarga muvaffaqiyat tilaymiz. Kimga niyat qilganmiz, shu niyatlarga yetib, yuzlar doim yorug' bo'lib, o'qitgan ustozlarni hech qachon unutmasligini doimgi raqamlarga e'tibor beradi. Bugungi raqamga e'tibor bering. 16/06/2016. Chiroyli raqam, ko'pincha omadli raqam hisoblanadi. Va demoqchimanki, bu yilgi bitiruvimiz kollejimizning 10 yilligi va mustaqilligimizning 25 yilligiga yubiley to'yiga to'g'ri kelyapti. Mana shu yosh avlod mustaqilligini yanada mustahkamlashda 25 yillik yubileyga olgan ta'limlarini, bilimlarini kelajak hayotda to'g'ri qo'llay olib, tadbiq qilib, kollej vatanni kerak bo'lsa yuzini yorug' qilib yurishda hissa qo'shishni e'tiboringizni aylab uchib kelar oqqushlar, dilda g'urur faxr bilan qanot qoqar oqqushlar, ezgulikning nashidasin aylab bizga ehtirom, mangulikdan baxt faslini olib kelar oqqushlar. Oq qanoting kengroq ochib, mag'rur uchkin oqqushim, yangi kundan xabar berib, masrur uchkin oqqushim, bugun senga atalgandir barcha oppoq niyatlar, buyuk kelajaging sari oq yo'l senga oqqushim. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qadrli zahmatkash va ziyokor ustozlar, hamda barchamiz uchun hurmatli bo'lgan ota-onalar. Sizlarni bugungi fayzli kunning, fayzli oqshomida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun ushbu dargohda o'zgacha tantana, o'zgacha ko'tarinkilik. Chunki bugun kollejimizning bitiruvchi guruh talabalariga mutaxassislik diplomlari tantanali ravishda topshirilmoqda. Hozir davramizga bugungi tantanamizning asosiy sababchilari Yangiyo'l ijtimoiy iqtisodiyot kollejining 2016-yil bitiruvchilarini, mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan talabalarini taklif etamiz. Olqishlaringiz ostida ularni kutib olamiz. Marhamat. Boshimizni kecha kunduz kitoblarga tekkansin, qalbimizga ilmu Qur'on urug'larin tekkansin. Boshimizni kecha kunduz kitoblarga tekkansin. Talabalik davrim mening, davrolaring so'rsan, sen umrlar bahorsan, sen umrlar yozsan. Talabalik davrim mening, davrolaring so'rsan, sen umrlar bahorsan, sen umrlar yozsan. Yüzlerimde yanmasın, ilk batıya basılsın. Allaqachon
Gündüzlerge to'g'ri kelib yulduzlar bir-biriga kelbilishar baxtli oshiq kunduzlar. Kimlarning avlodimiz degan da'vatga hamisha munosib bo'ling. Islom Karimov. Mana aziz bitiruvchilar, sizlarning orziqib kutgan damlaringiz 3 yil davomida mana shu qadrdon dargohda tahsil olib, mutaxassislik diplomini qo'lga kiritish onlar ham kirib keldi. Bir zumda talabalikning oltin davri ham tugab, siz mustaqil hayotga qadam qo'ymoqdasiz. Kuni kecha ushbu ilm dargohining talabasi bo'lib, dilda hayajon ila ostonadan kirib kelgan bo'lsangiz, bugun esa qalbda ayriliq tug'yoni ila uni tark etmoqdasiz. Osmon dengizida yulduzlar suzar, oy chiqqanda quyosh ko'rinmas, ajralish hissi dilimni o'rtar, afsuski vaqt zoti qo'limda emas. Sevinchdan ko'zimda shabnam, dilda mehrim boqaman shodon. Chin do'stlikmi, muhabbat bilmam, qalbimda bor bir shirin tug'yon. Aziz o'quvchilar, bugungi tadbirimizga juda ko'p mehmonlar va ular qatorida sizlarning ota-onangiz ham tashrif buyurgan.
Bugun mehmonlar qatorida kollejimiz direktori ham talabalarimizni tabriklash niyatida navbat kutib turibdilar. Endigi navbatni kollejimiz direktori Abduqayyum Ibragimovich Xushvaqtovga beramiz. Olqishlaringiz. Assalomu alaykum. Hurmatli va aziz mehmonlar, hurmatli va aziz ota-onalar, ustoz murabbiylar va aziz jajji farzandlarimiz. 2013-yil shu dargohda, shu maydonda farzandlarimiz deb ustoz murabbiylaringiz sizni ilk qadamlaringizni qabul qilib kutib olishdi. 3 yil davomida qo'llarida kelgan bilimlarni o'zini mutaxassisligi to'g'risida, mutaxassisligi bo'yicha mana shu iqtisodiyotimizni rivojlantirish uchun hissa qo'shadigan insonlar qilib tarbiyalashda tinmay izlanib, baholi qudrat mana yetib keldik bugun ajoyib kunga. Albatta bugun dilda ham, qalbda ham hayajon. Bilmadim o'tirgan ota-onani yoki bitirib ketayotgan hozirgi kundagi bitiruvchi o'g'il, yigit qizlarimizni hayajoni qanaqa? Tabiiy hol bu bor. Bugungi kun mustaqilligimizning 25 yilligini kutib olish jarayonida o'tkazilayotgan tadbirlarimiz. Kechagi biz buyuk yurt farzandlarimiz festivali. Umuman yoshlarga bo'lgan e'tibor, yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarning barchasi bejiz emas. Uni naqadar kengligi, naqadar farzandlarga bo'lgan, umuman fuqarolarimizga bo'lgan munosabati albatta juda beqiyosdir. Bugungi kunda mustaqilligimizning 25 yilligini go'zal va betakrorimsan, muqaddas vatanim, jonim senga fido O'zbekistonim nomi bilan o'tayotgani bejiz emas. Bunday tinch, musaffo, bir chiroyli, bir go'zal, Xudoyimni nazari tushgan mamlakatda yashayotganligimizdan albatta hammamiz mamnunmiz. Ana shunday vatanga yosh o'g'lonlar, ana shunday vatanni barcha jabhalarda xizmat qiladigan o'g'lonlar kerakligini har bittamiz his qilib turibmiz. Baholi qudrat ota-onalar o'zlarining tarbiyalari bilan kollejga tashrif buyurib, hamkorlikda shunaqangi bir ustoz murabbiylari bilan shunaqangi tarbiyaviy ahamiyatga bo'lgan ishlarni olib bordi. Bu ham tahsinga sazovor. 3 yil davomida o'quvchilarimizning fan olimpiadalarida, ko'rik tanlovlarida, shunga o'xshash umuman bizni ijtimoiy, iqtisodiy tomondan tumanda, viloyatda, respublikamizda ishtirok etgan o'quvchilarimiz bor. Bizning kollejimiz 2006-yildan tashkil topgan bo'lib esa, bugungi kunda 3000 ga yaqin o'quvchini bitirtirib, yana boya vatanimizning barcha mana shu iqtisodiy, ijtimoiy sohalarida ishlab o'z hissalarini qo'shib kelmoqda. Mamnuniyat bilan aytaman. Bugungi mana shu ertangi kun egalarini, mana shu yerda bitiruvchi sifatida turgan yoshlarimizni samimiy tabriklayman. Ota-onalarini, farzandlarini diplom olish jarayonida ishtirok etayotganligi, bugungi quvonchli, hayajonli kuni bilan tabriklayman. Boringizga shukr deymiz. Nima deymiz? Yana oxirida to'xtalamiz. Oq yo'l senga bitiruvchi degan so'zni aytamiz albatta. Samimiy tabrikni hammangiz qabul qilgaysiz. Tabriklaymiz. Ayni damda kollejimizning 279 nafar bitiruvchi talabalari mutaxassislik diplomini qo'lga kiritish arafasida turibdilar. Husnora, ruxsat bersangiz, sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Eshitaman. Aytingchi, sizni qaysi payt hayajon ko'proq bosadi? Bu daqiqalarni unutish o'zi menimcha mumkin emas. Ayniqsa bu qizlarda ko'p uchraydigan kasallik bo'lsa kerak. Masalan, hali hech kim kiymagan libos yoki poyabzalni ko'rgandagi hayajonni sizga ta'riflab bera olmayman, Shahzod. Bu ham to'g'ri kuya, lekin mening nazarimda sahnada turib sizning nomingiz e'lon qilinib,
faxriyorlik va esdalik sovg'alari topshirilgan payt insonni o'zgacha hayajon bosadi. Ha, nima demoqchi ekaningizni tushundim. Kutib oling, kollejimizning eng a'lochi, eng zukko, iqtidorli va namunali huquq egalari bo'lgan bitiruvchi talabalarni davraga taklif etamiz. Ular faxriy yorliqlari bilan mukofotlanadilar. Yangiyo'l ijtimoiy iqtisodiyot kolleji 2015-2016 o'quv yili jarayonida barcha tadbirlarning faol ishtirokchisi, ijodiy intiluvchan, iqtidorli talaba, namunali huquq egasi, 2-13 guruh bitiruvchisi Latifjon va Mushtariy. Bu yilgi ta'lim olish bilan birga ziyrak zehnliligi, o'qituvchi va ustoz murabbiylarning huquqini qozonganligi uchun 1-13 guruh bitiruvchisi Normurzayeva Maftunani faxriy yorliq bilan mukofotlaymiz. O'quv jarayonida kichik boshqaruv tizimida faol ishtirok etib, yetakchi sifatida yoshlar e'tiborini qozonganligi uchun 5-13 guruh bitiruvchisi Erkin va Muxlisa faxriyorlik bilan taqdirlanadi. Iqtidorli talaba, namunali xulq egasi, 5-13 guruh bitiruvchisi Rahimova Sarvinozni faxriy yorlig'i bilan mukofotlaymiz. O'quv jarayonida kichik boshqaruv tizimida faol ishtirok etib, yetakchi sifatida yoshlar e'tiborini qozonganligi uchun 6-13 guruh bitiruvchisi Yo'ldosh va Munisa faxriyorlik bilan taqdirlanadi. Ziyrak zehni va ustozlar mehrini qozona olganligi uchun kollejimizning eng faol o'quvchilaridan biri Yo'ldosh Muborakni faxriy yorliq bilan muborakbod etamiz. O'quv jarayonida kollejda ta'lim olish bilan birga ziyrak zehnligi, o'qituvchi va ustoz murabbiylarining hurmatini qozonganligi uchun 8-13 guruh bitiruvchisi Ergashboyeva Hilola faxriyorlik bilan taqdirlanadi. Kollejning moddiy texnik bazasini yaratishdagi xizmatlari uchun 4-13 guruhi bitiruvchisi Jamolova Oytunni faxriy yorliq bilan muborakbod etamiz. O'quv yilida kichik boshqaruv tizimida faol ishtirok etib, yetakchi sifatida yoshlar e'tiborini qozonganligi uchun 9-13 guruh bitiruvchisi Imom Aliyeva Madina faxriyorlik bilan taqdirlanadi. Diplom marafasi. Hali o'quv yilida jamoat ishlarida faol ishtirok etib, moddiy texnik bazani yaratishdagi xizmatlari uchun
guruh bitiruvchisi Xolkoziyeva Nigorani davraga taklif etamiz. Hozir davramizga guruhlarni taklif etamiz. Ularga diplomlarni ustoz murabbiylar topshirishadi. Kutib oling, davraga moliya yo'nalishi 1-13 guruh bitiruvchilarini taklif etamiz. Ularga diplomlarni topshiramiz. Oradagi masofa turib olib kesdik. Oradagi masofa qani? Bor yaqinroq borda Endigi navbatda 2-13 guruhini taklif etamiz. oradagi masofa repetitsiya kelmaganligi bilmaysan. Oradagi masofa qani? Oradagi masofa qani? Odamlarga qarab tur. Moliya yo'nalishi 4-13 guruh talabalari. Davramizda 5-13 guruhi.
Yomon majon bitiribsiz. Tabriklayman. Imzo olmasang ham tabriklayman. Tabriklayman. Moliya yo'nalishi 6-13 guruh talabalari 5-13. Odam Marhamat, davramizda bank ishi yo'nalishi 7-13 guruhi. Davramizda buxgalteriya yo'nalishi 8-13 guruh talabalari. Davramizda buxgalteriya yo'nalishi 9-13 guruhi. Olmaganligi achinaman. Buxgalteriya yo'nalishi 10-13 guruh talabalarini qarshi olamiz. Diplom olmasalaring ham xafa bo'lmay ulgurmadik.
shodlarini tabriklash uchun hozirgi navbatni talabalarning ota-onalariga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ustozlar, o'quvchilar, ota-onalar. Mana 3 yil oldin biz ilk qaldirg'ochlarni yig'ilishiga farzandlarimizni birinchi kursdaligida yig'ilib turgan edik. Hozir mana bitiruvchilar juda ham kuchli hayajondaman. Sababi men farzandimning ushbu kollejda o'qiganidan juda ham faxrlanaman. Hurmatli Qayum aka, siz boshliq barcha ustozlarga men rahmat etmoqchiman. Farzandlarimiz aqlli, tarbiyali bo'lib yetishishdi. Sizlarga katta rahmat. Aziz bitiruvchilar, kelajagi buyuk davlatning aziz yoshlari, sizlardan umidimiz katta. Kelajakda institutga kirishingizda, yaxshi kasb egalari bo'lishingizda omad tilaymiz. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Barcha ota-onalar nomidan kollej kollektiviga, hurmatli direktorimizga katta rahmat. Bundan keyin millionlab o'quvchilarni o'qitishingizga tilakdoshman. Juda ham hurmatga sazovor kollej. Faxrlanamiz yangi yo'lda shunday kollej borligidan. 3 yil ichida bironta korxol yuz bermadi ham, bundan keyin ham yuz bermasin. O'quvchilarimiz yuzda tabassum bilan aqlli, idrokli bo'lib yetishib chiqsin. Kelajakda ota-onalarini, mana kollej ustozlarini munosib farzandlari bo'lishsin. Rahmat hammangizga. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli o'g'il-qizlar, ota-onalar. Bugun kollej ma'muriyatiga katta rahmat aytamiz sizlar nomlaringdan. Chunki har bir ota-onaga farzandining shunday quvonchini ko'rish nasib etgan ekan, ota-onalar ham albatta biz ham xursandmiz. Hayajon boshyapti. Haqiqatan opamiz to'g'ri gaplarni, chiroyli gaplarni gapirib ketdi. Gaplarga qo'shilamiz. Biz aytadigan gaplarni hammasini boshqa gapirib bo'ldi. Meni faqat aytadigan so'zlarim, o'g'il-qizlarim, mana sizlarga buyuk mamlakatning aziz farzandlari, o'qinglar. O'zlaringni o'rinlaringni topinglar. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, yaxshi o'qishlarga muvaffaqiyatlar tilayman. Ota-onalaringning hurmatini qozonib, aziz farzand bo'l, ota-onaning ishonchini qozonadigan farzand bo'linglar. Siz ota-onalarga bolalaringizni baxtli ko'rish nasib etsin. Kollej ma'muriyatiga nihoyatda talabchan o'qituvchilarga katta rahmat aytamiz. Bu yerda rahbariyati rahbari bo'lgan direktoriga katta rahmat, chunki oiladan ota o'z oilasining boshqarib yurgan qiyin, bu yerda shuncha insonlar boshqarib, ularni o'z farzandidek ko'rib tarbiyalagan bu insonga sizlarning nomingizdan, ota-onalar nomidan katta rahmat aytaman. Aziz bitiruvchi talabalar, hozir barchangizning qalbingizda hayajon va ayriliq hissi tug'yon urmoqda. Nafaqat sizlar, hattoki 3 yil davomida ta'lim tarbiya bergan aziz ustozlaringiz va ota-onalaringiz ham mana shu hayajonni his etmoqdalar. Ketsam deb nur bag'ringdan, ko'nglimni uzmagayman. Senga bergan qasamyotim hech qachon buzmagayman. Osmon qadar orzularim senga ta'zim etaman. Nomingni baland tutib, murodimga yetaman. Davramizga kollejimizning eng a'lochi, eng namunali bitiruvchilarini qasamyod qilishga chorlaymiz. Yangi yo'l ijtimoiy iqtisodiyot kolleji. Ben kishi mutaxassislik diplomini qo'lga kiritar ekanman. Ustoz O'zbekistonni, ota-onam, ustoz murabbiylarim oldida
tantanali va'da beraman. Kelajakda ustoz murabbiylarim bergan bilimni oqlashga, ota-onamga oqil va fozil farzand bo'lishga, vatanim oldidagi muqaddas insoniy burchimdan erishishga, O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy, siyosiy hayotini, milliy qadriyatlarini dunyoga tanitishga, jonajon kollej sha'nini ko'klarga ko'tarishga, qolaversa vatanimga doimo sidq tildan xizmat qilishga, uni ko'z qora chig'imday saqlashga, qo'lga kiritgan diplomimni fidokorona oqlashga tantanali ravishda qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. İran başkanı konuşuyor. Arzu istaklar ushalsan deya kamol topish uchun qurilgan dargoh vatanim ravnaqim mustahkamlashgan ustozlar savoli bizlarga hamroh vatanim ravnaqim mustahkamlashgan ustozlar savoli bizlarga hamroh Gullasin, yashnasin, iqboling kulsin, yosh avloding sening mehringga to'ysin. Shu muqaddas go'zal, ajib maskanda, ilmli kelajak kamolin topsin. Shu muqaddas go'zal, ajib maskanda, ilmli kelajak kamolin topsin. İçtimai sohaning yetakchilari bankirmas moliyachi muhosibchilar vatan ravnaqining ko'makchilari bankirmas moliyachi muhosibchilar vatan ravnaqining ko'makchilari gullasin yashnasin iqboling kulsin yosh avloding sening mehringga to'ysin shu muqaddas go'zal ajib maskanda ilmli kelajak kamolin topsin shu muqaddas go'zal ajib maskanda ilmli kelajak kamolin topsin. Dunyoda shunday lahzalar, onlar bo'ladiki, bu damni eslaganda qalbing larzaga keladi. Yuraging butun vujudingda titroq, hayajon entikadi. Sizning mana shu kollejda kechgan 3 yil umringiz eng go'zal va eng betakror onlar bo'lganiga ishonchimiz komil. Sizga ilk bor mutaxassislik fanlaridan saboq berib, katta hayot sahnasiga yetaklab kelgan ham jonajon kollejingiz hisoblanadi. Endigi navbatni kollejimizning direktori, eng fidoyi, eng jonkuyar insonga beramiz. Unga o'xshamaydi. Albatta samimiy tabriklar ko'p. Har kim chiqib gapiradigan holatda buni tushunamiz.
lekin vaqt bugun sizni tabriklash uchun mehmonlarimiz tashrif buyurgan. O'sha mehmonlarimizga navbatni bersakda yana bir bor mana bitiruvchimiz oq qushimiz uchib ketdi. Ilohim oq qushimiz bizga faqat yaxshi niyatlar, yaxshi hislatlar, yaxshi orzu istaklari amalga oshadigan ishlarni olib kelsin. Mamnuniyat bilan Nihol mukofotining sovrindori Umarjonga beramiz. Umarjon Shamsiyev. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Qani bitiruvchilar, ovozingiz eshitilmayapti? Hammalarni tabriklaymiz, bitiruvchilar. Ishingizda omad tilaymiz. Kelajakda o'ylagan kasb egasi bo'lishlarini, vatanimizga xizmat qiladigan yetuk inson bo'lishlarini tilab qolamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bugun bayram, bugun xursandchilik kun. Hammalarni davramizga taklif qilamiz raqsga. Qanaqasizlar? Qani bitiruvchilar, qarshi. Davraga kelinglar. Ha. Qani bitiruvchilar. Davraga tushdi sho'x go'zal ko'zi jayron na jayrona aylar sanam nozlar bilan bizni hayrona qoldim kuyib ishqing bilan ham o'rtanib rashqing bilan kelmaydimi rahming desam kuldi mastona eyvoh go'zal buncha ofat ittiholi majnun sifat do'sti ag'yor ichra ishqim bo'ldi afsona keldi jamona kuldi mastona ko'zi jayrona aylar hayrona ishqim afsona bo'ldi paymona bulbul kabi ko'nglim sayrona sayrona kechikkandim dardam sezib hijronida sarson chizib bobur haydar armon bilan ko'rdi paymona keldi janona kuldi mastona ko'zi jayrona aylar hayrona ishqim afsona kuldi paymona bulbul kabi ko'nglim sayrona Davom etamiz. Qani bitiruvchilar, davraga.
bitiruvchilar, hoppa! Hop, hop! Qani bitiruvchilar, ovozingni eshitmayapti. Bo'lgan hayotda nega qoldirding yarim yurakda? So'rayman yana ishqimarakdan, uni yo'qot deb bu yurakdan. Bo'lgan hayotda nega qoldirding yarim yurakda? Biz orzu qilgan yo'q tilakdan, umid qolmadi bu yurakda. Sen deya bu holatda sensiz kunlarim azobli o'tar. Sen meni hayolimda har bo'yurar, seni o'ylar. Sevgim ko'rmayin bekor, sen olislama yorim o'zimdan. Sen deya men yonaman, jonim qiynaman, men sevaman. Kelmaysan ko'rib deya, sevgimda yana kelmaysan jonim deya, o'zingdan borim senga yana men yonaman. Yuragim ko'p qiynaman, sen ko'rib yana. Hop, hop! Ayniga buncha azob, menga tunda bir bora ko'rinmay. Nega yorim kuylaysan, meni yuragim hech o'ylamay. Sevgim ko'rmayin bekor, sen olislama yorim o'zimdan. Sen deya men yonaman, jonim qiynaman, men sevaman. Kelmaysan ko'rib nega, sevgimda yana kelmaysan jonim deya, o'zingdan borim senga zor yana men yonaman. Yuragim ko'p qiynaman, sen ko'rib yana. Hoppa! Hey, hey! Katta rahmat! Bitiruvchilar sog' bo'linglar, omad tilaymiz. Rahmat. Bitta qo'shiq aytib beramiz shu bitiruvchilar uchun. Yoshlar biz bitta qo'shiq aytamiz, go'zal qiz degan yangi qo'shig'imiz sizlar uchun bo'ladi. Bitta qo'shiqqa hamma bitiruvchilarimizni taklif qilamiz. Sizlar bor qo'shiq. Ketdik, marhamat. Rasmga tushishdi. Bitiruvchilarimiz uchun. Qani ketdik. Yarashadi erkalanib qiyodan qarasang, ovozingdan hamma hayratda hayron. Tinglar olam qalbdan xirgoya qilsang, havaskoring uyon. Yarashadi hayajoning iboli yuzingga, qalbing yig'lasa ham labingda tabassum. Kimlar oshiq emas nozik feelingga, fayzing emasmi taram. Hey,
qara ko'zing suzib Yurishini Boy boylab oladur Yurishi jonadur Boy boylab oladur Kulishi jonadur Ko'zlari javvaqti olon Kipriga qoshiqlar Ko'zlari javvaqti olon Kipriga qoshiqlar Rahmat! Sog' bo'linglar bitiruvchilar, rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Domla keling. Rahbarimizni taklif qilamiz, keling. Rahmat. Joylarga egallab olinglar hamma bitiruvchilar, rahmat. Yana bor. Sog' bo'linglar, bayramingiz muborak bo'lsin, rahmat. E'lon qil. Mehmonimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirar ekanmiz. Endigi navbatni Nihol mukofoti nomzodi Shahzod Hajakovga beramiz. Marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz ustozlar, murabbiylar va bitiruvchilar. Sizlarni bugungi ayyom bilan chin yuragimdan tabriklayman. Hozirgi bo'layotgan qo'shiqlarimiz barcha sizlar uchun marhamat. Baxtiyor eding soyabonni ostida yolg'on ekan so'zlaring aldagandi ko'zlaring meni yolg'iz tashlading soyabonni ostida soyabon 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 soyabonni ostida
bizga soyaboni ostida. Yomg'ir tomchilar yuzga qaramay o'tding bizga, o'zga yor bilan o'zga soyaboni ostida. Soyabon, soyabon, ey qadrdon soyabon, to'y kuni yomg'ir yog'di, to'yida yig'lab oldim, bir o'zim yolg'iz qoldim soyaboni ostida. Soyabon, 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 soyabon ostida. Soyabon, 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 soyabon ostida. Yuragim aytdi xushnud, yetar barini unut, chin sevar yoringni kun soyaboni ostida. Yuragim aytdi xushnud, yetar barini unut, chin sevar yoringni kun soyaboni ostida.
ister aradığını? Hep mi bekler, hep mi bulamaz? Gönül ister tanıdığını? Hiç mi bilmez, hiç mi soramaz? Beni alsana bileme bile, gel getiye doyamaz. Yalvarsam da kaldı ya kaldı ya, yerinde hiç duramaz. Onunla ağlasam, güzel mi güzel, sıfırında var. Özel mi özel, bastım gaza. Gider mi gider, maalesef yok. Onun içine çıkacak sensin yok. Makam, sajdagoh kabi muqaddassan. Goho onam bo'lib umrim tilading, goho otam bo'lib boshim silading. Noming jonimdadir, noming qonimda, mening yuragim bu, sening yuraging. Bag'ringda tug'ildim, shu meni baxtim. Ko'zlarimni ochdim, ko'zingga boqdim. Bizni erkalatding, seni erkalab. Qancha kuylasam ham ketmaydi haqqim. Bag'ringda tug'ildim, shu meni baxtim. Asraganmizsan yoshligim quvonchga to'la sen bilan vatan. Dilkashsan, sirdoshsan, men bilan vatan. Yoshligim quvonchga to'la sen bilan vatan. Dilkashsan, sirdoshsan, men bilan vatan.
vatan Dilkashsan, sirdoshsan Men bilan vatan Quvonchga to'la sen bilan to'la sen bilan vatan Dilkashsan, sirdoshsan Men bilan vatan Ota-onalarimizni umri uzoq bo'lsin, har doim baxtimizga sog' bo'lsin. Eng yomon kunlarimiz tugamasin. Dilkashsan, sirdoshsan Men bilan vatan Nega o'rtoqlar, sizlarga omad tilayman, sizlarga taqdirlayman. Faqat. Ha? Ota-onalar tili boradilar. Ajon bo'lmaydi. Menga qilyapti. Bo'pti qo'ygan. Ey, gapirmaysan voyjoning. Dushanba barcha bitiruvchilarni O'z keting o'rtadan chiqinglar. O'rtadan chiqinglar. Mana Açılgan boy çiçeğim Çırağını görünür suyup al Adam yetmez yüzünü tüyüp al Çırağını görünür suyup al Adam yetmez yüzünü tüyüp al
Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Şerbi çalıyor. Sizden babasına Ko'rishmayapti ha? Mana shunga bermoqchiman. Ana bo'ronda Bitiruv. Kollej bitiruv. İki tomondan o'tib ketaveradi. Ben bu yoqdan ham yurib borardim, bu yoqdan. Kollej bitirgandan keyin qoraylanib hozir kursdoshlarimiz ichidan emas, o'qituvchilarimiz ishlaridan an'anaviy xonandachilik ustozimiz Ahmadjon akamiz iltimos 75. Mana saylanamiz. Ahmadjon